Pensiya guvohnomasi ko'pchilikning uyida javonda yotadi. Faqat pensiya olish uchun kerak deb o'ylashadi. Lekin men bugun sizga juda muhim narsani aytaman. Bu kichkina hujjat ayrim holatlarda pulingizni tejaydi. Navbatlarda va idoralarda vaqtingizni qisqartiradi. Ba'zi xizmatlardan imtiyozli foydalanishga yordam beradi. Eng muhimi, bu ma'lumot faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlariga, nevaralariga, yaqinlariga ham tegishli. Chunki oilada bir kishi pensiya yoshida bo'lsa, uning huquqlarini bilish butun oilaning xarajatiga ta'sir qiladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men pensiya guvohnomasining odamlar ko'p bilmaydigan 9 ta yashirin imkoniyatini tushuntiraman. Qayerda foyda beradi, qayerda foyda bermaydi. Qanday xatolardan ehtiyot bo'lish kerak. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing, chunki bunday amaliy ma'lumotlar har bir xonadonga kerak bo'ladi. Avvallari pensiya guvohnomasi deganda odamlar faqat bitta narsani tushunar edi. Men pensionerman, pensiya olaman, hujjat bankda. Mahalla yoki pensiya jamg'armasi bilan bog'liq masalalarda ko'rsatilardi. Ko'pchilik undan boshqa joyda foydalanishga urinmasdi ham. Sababi oddiy, ma'lumot kam edi. Idoralar ham har doim tushuntirib bermasdi, reklama qilinmasdi. Odam o'z huquqini bilmasa, imtiyoz bor joyda ham undan foydalanmaydi. Hozir esa vaziyat o'zgargan. Davlat xizmatlari elektronlashmoqda, kommunal tashkilotlar, transport, tibbiyot, banklar, ijtimoiy himoya tizimlari fuqarolarning maqomini aniqlashda turli hujjatlarga tayanadi. Pensiya guvohnomasi yoki pensioner maqomini tasdiqlovchi ma'lumot ko'p hollarda kalit vazifasini bajaradi. Ya'ni sizning yoshingiz, ijtimoiy holatingiz, pensiya olishingiz tasdiqlansa, ayrim tartiblar bo'yicha yengillik, imtiyoz yoki alohida ko'rib chiqish imkoniyati paydo bo'ladi. Lekin men bu yerda bitta muhim ogohlantirishni aytaman. Hamma imtiyoz ham avtomatik berilmaydi. Menda guvohnoma bor, demak hamma joyda bepul bo'ladi degan fikr noto'g'ri. Har bir imtiyozning o'z sharti, hududiy tartibi, tashkilotning ichki qoidasi. Ayrim hollarda ariza berish talabi bor. Shuning uchun men har bir imkoniyatni amaliy tomondan tushuntiraman. Kim foydalanishi mumkin? Qanday tekshirish kerak? Qaysi hujjatlarni olib borish kerak? Birinchi yashirin imkoniyat. Kommunal to'lovlar bo'yicha yengilliklarni aniqlash va talab qilish. Ko'pchilik pensioner elektr, gaz, suv chiqindi yoki issiqlik to'lovlarida qandaydir yengillik bor yo'qligini umuman so'ramaydi. Aslida ayrim toifalar uchun, masalan, nogironligi bo'lgan pensionerlar, yolg'iz yashovchi keksalar, urush yoki mehnat faxriylari, kam ta'minlangan oila tarkibidagi pensionerlar uchun qo'shimcha yordam mexanizmlari bo'lishi mumkin. Pensiya guvohnomasi bu jarayonda sizning pensioner ekaningizni tasdiqlaydi. Masalan, 72 yoshli onaxon bir o'zi yashaydi, pensiyasi 20.200.000 so'm, qishda gaz va elektr to'lovi 500.000 so'mgacha chiqadi. U hamma to'layapti, men ham to'layman deb yuradi. Lekin mahallaga yoki ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qilsa, uning oilaviy holati, daromadi, yolg'iz yashashi, sog'lig'i tekshiriladi. Ba'zan moddiy yordam, subsidiya, kommunal qarzni bo'lib to'lash yoki boshqa yengillik chorasi ko'rib chiqilishi mumkin. Bu yerda guvohnoma muammoni hal qilib bermaydi, lekin huquqiy maqomni isbotlashga xizmat qiladi. Ikkinchi imkoniyat. Tibbiy xizmatlarda ustuvorlik va ijtimoiy dorilar masalasi. Pensionerlar poliklinika, oilaviy shifokor, to'r mutaxassislar, tahlillar, sanatoriy yo'llanmalari. Bepul yoki imtiyozli dorilar bo'yicha o'z maqomini ko'rsatish kerak bo'ladigan holatlar bor. Ayniqsa surunkali kasalligi bor pensionerlar uchun bu juda muhim. Qandli diabet, yurak-qon tomir kasalliklari, qon bosimi, astma, bo'g'im kasalliklari kabi holatlarda doimiy dori kerak bo'ladi. Hayotiy misol, otaxon har oy 300.000 so'mlik dori sotib oladi. Unga hech kim siz ro'yxatda turasizmi, imtiyozli dori olish huquqingiz bormi deb aytmagan. Men bunday vaziyatda birinchi navbatda oilaviy shifokorga borishni maslahat beraman. Pensiya guvohnomasi, pasport yoki ID karta, tibbiy kartangiz, tashxis qo'yilgan hujjatlaringizni olib boring. Mening kasalligim bo'yicha imtiyozli dori, dispanser nazorati yoki yo'llanma tartibi bormi deb yozma yoki aniq og'zaki so'rang. Javobni shifokordan, poliklinika rahbariyatidan yoki tuman tibbiyot birlashmasidan aniqlashtiring. Uchinchi imkoniyat, transportdagi imtiyoz va chegirmalarni tekshirish. Bu juda nozik masala. Chunki hamma shaharda, hamma yo'nalishda, hamma transport turida bir xil qoida bo'lmasligi mumkin. Ba'zi hududlarda pensionerlar uchun jamoat transportida alohida tartiblar,
ijtimoiy kartalar, chegirmali tariflar yoki bayram kunlaridagi bepul xizmatlar bo'lishi mumkin. Ba'zi joylarda esa faqat aniq toifadagi fuqarolarga beriladi. Masalan, nogironligi bo'lgan shaxslar, urush qatnashchilari, mehnat faxriylari, ayrim ijtimoiy himoyaga muhtoj guruhlar. Misol uchun, buva har kuni bozorga va poliklinikaga qatnaydi. Bir tomonga 2000 so'm, qaytish 2000 so'm, oyiga 2000 kun chiqsa 2000 so'm bo'ladi. Agar hududda pensionerlar uchun transport kartasi yoki chegirma bo'lsa, bu pulning bir qismi oilada qoladi. Lekin haydovchi meni bepul olib ketishi kerak deb janjal qilish noto'g'ri. To'g'ri yo'l: hokimlik, transport boshqarmasi, avtobus saroyi yoki rasmiy davlat xizmatlari orqali tartibni bilish. Guvohnomani ko'rsatish kerak bo'ladigan joyda asl nusxa yoki elektron tasdiqni tayyor tuting. 4-imkoniyat: bank xizmatlarida pensioner sifatida alohida shartlarni so'rash. Pensiya odatda karta orqali tushadi. Ko'p pensioner bankka faqat pul yechish uchun boradi. Aslida banklarda pensiya kartalari bo'yicha komissiya, SMS, xabarnoma, naqd yechish, omonat, kredit, mikroqarz, karta almashtirish, ishonchnoma asosida pul olish kabi masalalarda alohida shartlar bo'lishi mumkin. Har bir bankning sharti boshqacha, lekin so'ramasangiz bilmay qolasiz. Masalan, onaxon pensiyasi 1.500.000 so'm. U har oy bankomatdan pul yechadi, keyin to'lovlarni naqd qiladi. Agar bank ilovasidan yoki kassadagi bepul to'lov xizmatidan foydalansa, vaqt ham yo'l xarajat ham tejaladi. Yana bir holat: karta muddati tugagan, pensioner uzoq navbatda turadi. Bankka borayotganda pensiya guvohnomasi va ID kartani olib borib, pensionerlar uchun alohida o'yna bormi? Karta yetkazib berish xizmati bormi? Komissiyasiz to'lovlar bormi deb so'rash kerak. Bank xodimi aytmasa ham siz so'rashga haqlisiz. 5-imkoniyat: davlat xizmatlarida ayrim to'lovlar va navbat masalalarini aniqlash. Davlat xizmatlari markaziga borilganda ko'p odam menga ham hammaga o'xshab bo'ladi deb o'tiradi. Lekin ayrim xizmatlarda yosh, nogironlik, ijtimoiy maqom, pensionerlik yoki faxriy maqom bo'yicha chegirma, ustuvor xizmat, uyga chiqib xizmat ko'rsatish kabi tartiblar bo'lishi mumkin. Bu ayniqsa yurishi qiyin keksalar uchun muhim. Misol, taqdim yoshlar otaxon kadastr hujjati bo'yicha murojaat qilish kerak. O'zi bora olmaydi, farzandi ishlaydi. Bunday vaziyatda uyga borib xizmat ko'rsatish imkoniyati bormi? Ishonchnoma bilan murojaat qilish mumkinmi? Elektron ariza beriladimi? deb tekshirish kerak. Pensiya guvohnomasi otaxonning maqomini tasdiqlaydi. Lekin ko'pincha ID karta, ishonchnoma, mulk hujjati, ariza ham talab qilinadi. Eng katta xato shuki, odamlar bitta hujjat bilan borib, qolganini unutadi, keyin 2-3 marta qatnaydi. 6-imkoniyat: soliq va mulk bilan bog'liq yengilliklarni tekshirish. Pensionerlar uy-joy, yer, mol-mulk, ijara, meros, hadya, kadastr qiymati kabi masalalarda ko'p savolga duch keladi. Ayrim holatlarda pensioner yoki alohida toifadagi fuqarolar uchun mol-mulk solig'i, yer solig'i yoki boshqa majburiy to'lovlarda yengilliklar bo'lishi mumkin. Lekin bu juda ehtiyotkorlik bilan tekshiriladigan soha. Chunki imtiyozlar mulkning turi, maydoni, kimning nomida ekani, hududiy tartib va qonunchilikdagi o'zgarishlarga bog'liq bo'ladi. Oddiy misol: kampirning nomida bitta hovli bor, u yerda o'zi yashaydi. Soliq xabarnomasi keladi. U esa men pensionerman, nega soliq keldi deb hayron bo'ladi. Bu yerda darhol xafa bo'lish emas, soliq inspeksiyasiga yoki may soliq tizimi orqali ma'lumotni tekshirish kerak. Balki imtiyoz qo'llanmagan, balki mulk maydoni me'yordan oshgan, balki hujjatlarda mulk boshqa shaxs nomida, balki qarzdorlik oldingi yillardan qolgan. Pensiya guvohnomasi bilan soliq organiga murojaat qilib, mening holatimda qanday imtiyoz bor va nima uchun hisoblangan deb aniq javob talab qilish kerak. 7-imkoniyat: sanatoriy reabilitatsiya va dam olish yo'llanmalari. Ko'pchilik pensionerlar sanatoriy deganda faqat tanish bilish orqali olinadigan narsa deb o'ylaydi. Aslida ayrim toifadagi keksalar, nogironligi bor shaxslar, mehnat faxriylari yoki tibbiy ko'rsatmasi bor pensionerlar uchun sanatoriy reabilitatsiya yo'llanmalari bo'yicha navbat va tartiblar mavjud bo'lishi mumkin. Bu yerda eng muhim hujjatlar: tibbiy xulosa, shifokor tavsiyasi. Pensiya guvohnomasi shaxsni tasdiqlovchi hujjat, agar bo'lsa nogironlik ma'lumotnomasi. Masalan, 18 yoshli erkak institutdan keyin tiklanmoqda. Uyda davolanish bilan cheklanib qolsa, oyoq-qo'l harakati sekin tiklanadi. Reabilitatsiya markazi yoki sanatoriyga yo'llanma olsa, massaj, mashqlar, fizioterapiya, shifokor nazorati yordam beradi. Natijada u o'zini o'zi eplaydigan holatga tezroq qaytishi mumkin.
Buning oilaga ta'siri katta. Farzandlar doimiy qarovdan biroz yengillashadi. Dori xarajatlari kamayishi mumkin. Pensionerning ruhiy holati yaxshilanadi. 8-imkoniyat madaniy, sport va ta'lim xizmatlaridagi chegirmalar. Bu rasmiy imtiyoz bo'lmasligi ham mumkin, lekin amaliy hayotda juda foydali. Muzeylar, teatrlar, ko'rgazmalar, kutubxonalar, sport sog'lomlashtirish markazlari, ayrim kurslar, hatto xususiy tibbiy markazlar pensionerlar uchun chegirma e'lon qilishi mumkin. Ko'p odam buni so'ramaydi. Chunki uyaladi. Men esa doim aytaman, chegirma so'rash uyat emas, bu sizning byudjetingizni himoya qilish. Misol uchun, bu nevarasi bilan muzeyga bormoqchi. Oddiy chipta 3000 so'm, 2 kishi 6000. Agar pensioner uchun aygan foiz chegirma bo'lsa, 20000 so'm tejaladi. Bu kichik puldek ko'rinadi, lekin oy davomida dorixona, transport, oziq-ovqat xarajatlari bilan qo'shilganda katta farq qiladi. Xuddi shunday, sport zalida sog'lomlashtirish mashg'ulotlari bor bo'lsa, pensioner uchun ertalabki guruh arzonroq bo'lishi mumkin. Guvohnomani olib boring va pensionerlar uchun chegirma bormi deb so'rang. 9-imkoniyat. Yaqinlar uchun huquqiy himoya va ishonchnoma masalalarida dalil sifatida foydalanish. Pensiya guvohnomasi ko'pincha keksaning moliyaviy maqomini, ya'ni doimiy pensiya olishini tasdiqlashda yordam beradi. Bu aliment, qarov, vasiylik, moddiy yordam, mahalla tavsiyasi, ijtimoiy himoya, sud yoki notarial ishlar bilan bog'liq holatlarda ahamiyatli bo'lishi mumkin. Albatta, har bir organ o'ziga kerakli hujjatni talab qiladi. Lekin pensioner maqomini isbotlash ko'p masalada asosiy nuqtalardan biridir. Masalan, keksa ona qizi bilan yashaydi, o'g'illar esa yordam bermaydi. Ona doriga muhtoj, pensiyasi kam, uy xarajatlari ko'p, mahalla. Ijtimoiy himoya yoki sud orqali masala ko'rilganda uning daromadi, pensiyasi, sog'ligi, yashash sharoiti hujjatlari bilan tasdiqlanishi kerak bo'ladi. Pensiya guvohnomasi bu zanjirning bir bo'lagi, yana bir misol. Otaxon yurishi qiyin, pensiyasini o'zi ola olmaydi. Notarial ishonchnoma, bank tartibi yoki uyga xizmat masalasida uning pensioner va keksa ekani hisobga olinadi. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi tuzoq. Guvohnoma borligi hamma joyda avtomatik imtiyoz degani emas. Bu xatoni ko'p ko'raman. Odam do'konga, transportga, kassaga yoki bankka boradi va men pensionerman, menga chegirma bering deydi. Agar u joyda rasmiy qoida yoki ichki aksiya bo'lmasa, xodim chegirma bermasligi mumkin. Shuning uchun har doim savolni to'g'ri bering. Pensionerlar uchun amaldagi imtiyoz yoki chegirma bormi? Mana shu ibora janjalli emas. Javobni chaqiradi. Ikkinchi tuzoq, imtiyoz pensionerlikka emas, aniq toifaga berilishi mumkin. Masalan, hamma pensionerga emas, faqat nogironligi bor pensionerga, yolg'iz yashovchi pensionerga, kam ta'minlangan oiladagi pensionerga, urush qatnashchisi yoki unga tenglashtirilgan shaxsga berilishi mumkin. Agar siz faqat men pensionerman desangiz, sizga yo'q deyishadi. Lekin sizda qo'shimcha asos bo'lsa, masalan, nogironlik ma'lumotnomasi, tibbiy xulosa, yolg'iz yashash holati, mahalla dalolatnomasi, unda masala boshqacha ko'riladi. Uchinchi tuzoq, hujjatlar mos kelmasligi. Pensiya guvohnomasidagi ism, familiya, ID kartadagi ma'lumot, bank kartadagi ism, soliq bazasidagi ma'lumot bir-biriga mos bo'lmasa, tizim imtiyozni tanimasligi mumkin. Ayniqsa familiya o'zgargan ayollar, pasportdan yangi ID kartaga o'tganlar, manzilni o'zgartirganlar, kadastr hujjatlari eski bo'lganlar ehtiyot bo'lish kerak. Bitta harf xatosi ham arizani ortga qaytarishi mumkin. 4-tuzoq. Muddati o'tgan yoki yaroqsiz hujjat. Ba'zi guvohnomalar eski ko'rinishda bo'lishi mumkin. Ayrim joylarda elektron ma'lumot bazadan tekshiriladi. Agar hujjat yirtilgan, o'qib bo'lmaydigan, ma'lumotlari noaniq bo'lsa, xodim qabul qilishda qiynaladi. Bunday holatda pensiya jamg'armasi yoki tegishli organ orqali yangilash. Dublikat olish, elektron tasdiqni olish masalasini so'rang. Menda eski hujjat bor edi deb yurishning foydasi yo'q. Chunki xizmat ko'rsatish jarayonida aniqlik talab qilinadi. 5-tuzoq, og'zaki javob bilan cheklanib qolish. Agar sizga imtiyoz yo'q deyishsa, darhol ketib qolmang. Xotirjamlik bilan iltimos, qaysi asosga ko'ra yo'q, men buni qayerdan tekshirsam bo'ladi deb so'rang. Zarur bo'lsa yozma murojaat qiling. Yozma murojaatning kuchi shundaki, tashkilot aniq javob berishi kerak bo'ladi. Og'zaki suhbatda esa xodim adashishi, bilmasligi yoki shunchaki umumiy javob berishi mumkin. 6-tuzoq, firibgarlarga ishonish. Pensionerlar hujjat, karta, pensiya imtiyoz masalasida ko'p aldanadi.
Kimdir telefon qilib pensiya guvohnomangizni yangilaymiz, SMS kodini ayting deydi. Kimdir imtiyoz chiqarib beraman, oldindan pul bering deydi. Men qat'iy aytaman, SMS kod. Bank karta paroli, plastik karta raqami va PIN kodni hech kimga bermang. Davlat organi yoki bank xodimi sizdan telefon orqali maxfiy kod so'ramaydi. Imtiyoz rasmiy ariza va tekshiruv bilan beriladi, yashirin yo'l bilan emas. 7-tuzoq. Farzandlar befarqligi. Ko'pincha keksa ota-ona o'z huquqini bilmaydi, internetdan foydalana olmaydi, idoraga borishga qiynaladi. Farzandlar esa pensiyasi tushyapti-ku deb qo'yadi. Aslida bir oilada pensionerning 1000 so'm tejashi ham muhim. Agar kommunal to'lovdan, doridan, transportdan, soliqdan, sanatoriydan bir nechta yengillik topilsa, yiliga sezilarli summa saqlanadi. Shuning uchun bu videoni ota-onangizga ko'rsatish bilan cheklanmang. O'zingiz ham hujjatlarni tekshirib chiqing. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam hujjat papkasi tayyorlang. Unda pensiya guvohnomasi, ID karta yoki pasport nusxasi, yashash manzili bo'yicha hujjat, pensiya kartasi ma'lumotlari, tibbiy xulosalar, nogironlik bo'lsa ma'lumotnoma, uy-joy kadastr hujjati, kommunal to'lov kvitantsiyalari. Mahalladan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Hammasini bitta papkaga solib qo'ysangiz, idoraga borganda sarson bo'lmaysiz. Ikkinchi qadam mahalladan boshlang. Mahalla ko'p holatda ijtimoiy holatingizni birinchi bo'lib biladigan joy. Men pensionerman, yolg'iz yashayman yoki daromadim kam. Qanday yordam va imtiyozlar bor deb so'rang. Agar siz ota-onangiz nomidan borsangiz, ularning roziligi kerak bo'lsa ishonchnoma masalasini aniqlang. Mahalla sizni ijtimoiy himoya bo'limi, tibbiyot muassasasi, hokimlik yoki boshqa tashkilotga yo'naltirishi mumkin. 3-qadam. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Pensiya miqdori to'g'ri hisoblanganmi? Staj to'liq kiritilganmi? Qo'shimcha hujjat topshirsa qayta hisoblash mumkinmi? Guvohnoma yoki ma'lumotnomani yangilash kerakmi? Shularni tekshiring. Ba'zan odam 5 yil oldin topshirmagan ish staji hujjatini keyin topadi. Agar qonuniy asos bo'lsa, pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Buni faqat taxmin bilan emas, hujjat bilan tekshirtirish kerak. 4-qadam. Poliklinikada aniq savollar bering. Mening tashxisim bo'yicha bepul yoki imtiyozli dori bormi? Sanatoriy yoki reabilitatsiya yo'llanmasiga navbatga qo'yilasizmi? Uyga shifokor chaqirish tartibi qanday? Nogironlik bo'yicha tekshiruvga asos bormi? degan savollarni yozib oling va shifokorga ko'rsating. Ko'p odam shifokor kabinetiga kirganda hayajonlanib, kerakli savolni unutadi. Oldindan ro'yxat qilish eng to'g'ri yo'l. 5-qadam. Kommunal va soliq masalalarini tekshiring. Oxirgi 6 oylik to'lov kvitantsiyalarini oling. Qarzdorlik bormi? Noto'g'ri hisob-kitob bormi? Hisoblagich ko'rsatkichi to'g'ri kiritilganmi? Imtiyoz qo'llanganmi? Shularni ko'ring. Soliq bo'yicha esa mulk kimning nomida? Qarz qaysi yil uchun imtiyoz bor yo'qligi ortiqcha hisoblanmaganmi? Buni soliq organidan aniqlang. 6-qadam. Har bir joyda bitta iborani ishlating. Pensionerlar uchun imtiyoz, chegirma, ustuvor xizmat yoki alohida tartib bormi? Bu savolni bankda, transport tashkilotida, davlat xizmatlari markazida, poliklinikada, teatr, muzeyda, sport markazida berish mumkin. Javob yo'q bo'lsa ham siz hech narsa yo'qotmaysiz. Javob bor bo'lsa pulingiz va vaqtingiz tejaladi. 7-qadam. Hamma javobni yozib boring. Qaysi idoraga bordi, kim bilan gaplashdi, qaysi sana qanday hujjat so'raldi. Nima deyildi? Bularni daftar yoki telefoningizga yozing. Agar keyin yana murojaat qilsangiz, menga falon kuni shunday deyishgandi deb aniq aytasiz. Bu oddiy odat ko'p muammoni hal qiladi. Bugun men sizga pensiya guvohnomasi faqat pensiya olish hujjati emasligini ko'rsatdim. U kommunal to'lovlar, tibbiyot, transport, bank, davlat xizmatlari, soliq, sanatoriy, madaniy xizmatlar va huquqiy masalalarda pensioner maqomini tasdiqlovchi muhim vosita bo'lishi mumkin. Eng asosiy qoida, imtiyozni kutib o'tirmang, o'zingiz so'rang, tekshiring, hujjat bilan murojaat qiling. Agar siz pensioner bo'lsangiz, bugunoq hujjatlaringizni tartibga keltiring. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga yordam bering. Balki ular yillar davomida foydalanishi mumkin bo'lgan imkoniyatlardan bexabar yurgandir. Kommentariyada yozing. Sizning hududingizda pensionerlar uchun qanday imtiyozlar bor? Siz pensiya guvohnomasi orqali biror chegirma yoki yordam olganmisiz? Tajribangiz boshqalarga ham foyda beradi. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot bitta oilaning xarajatini kamaytirishi
bitta keksaning hayotini yengillashtirishi mumkin.